21-masala. Bekzodning bir kun davomida 700 gram oqsil, yog' va uglevod iste'mol qilgan. Ularning nisbati mos ravishda 1,5, 1, 4,5 nisbatda. Ozuqadan hosil bo'lgan energiyaning qancha kilokaloriyasi tushlikdan ajratilgan yuqori foiziga binoan hisoblang. Tushlik 35-40%, oqsil 1,5x, yog' x, uglevod 4,5x nisbatda. Bu degani oqsilning massasi yog'ning massasidan 1,5 marta ko'p degani. Uglevodning massasi yog' massasidan 4,5 marta ko'p degani. Jami 700 gram hisoblanadi. 1,5x oqsil, qo'shamiz x yog', qo'shamiz 4,5x uglevod, jami 700 gram. 7x 700, x tenglik 100 ga teng. 100 da 1,5 ko'paytiramiz. 150 gram oqsilning massasi, 100 gram yog', sababi yog' x gramda turibdi. 100 gramni ko'paytiramiz 4,5x uglevodga, 450 gram uglevod kelib chiqadi. 150 da 4,1 ga ko'paytirsak bu 615 kilokaloriya energiya. 100 gram yog'da 9,3 ga ko'paytiramiz 930 kilokaloriya energiya. 450 da ko'paytiramiz 4,1 ga 1845 kilokaloriya energiya. Jami energiya 3390 kilokaloriyani tashkil qiladi. 3390 kilokaloriya energiyamiz bu 100%. Yuqori foizi 40% ni so'ragan. 40% ni topsak 1356 kelib chiqadi.